Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Master va bugungi videoda biz 2D dunyoda yashab qolishga harakat qilamiz va bu challenge ya'ni 2 emas 3 marta o'lsamgina video tugaydi. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Qani sandiqning ichini ko'raylikchi nimalar bor. Ochmagani yaxshi. Bo'lmasam tashqariga chiqib olamiz. Qiziq do'stlar, hozir men bu yerdan sakrasam o'lamanmi yoki blok bormikan? Qani sakradik? To'siq blok bor ekan, bo'lmasam daraxtni chopishni boshladim. Hozir endi oldinga yurishni davom etamiz va nimalar borligini ko'ramiz va bizda hozircha jetel chiqdi. Qani bu jetel nimalar sotar ekan? Xo'sh. Bularni sotib olgani menga instrument yoki boshqa narsalar yo'q. Shuning uchun seni ko'ramiz. Qani to'xtach. Qayoqqa ketyapsan? To'xta. Xo'p, sendan zumrad ishlasa bo'lar ekan. Lekin menga zumrad kerak emas, shuning uchun somon budoqlarini yig'ishtirib olaman. Xo'sh, endi pastga olib ketamiz, chunki tosh qazishimiz kerak va boshqa temir, boshqa instrumentlar ham olishimiz kerak-ku. Xo'sh, adashmasam bu dunyoda temir chiqadi. Bo'lmasam yaxshiroq to'xtanglar, spoiler qilsam bo'larmikan? Qani va menimcha bo'lmaydi. Ha, bo'lmaydi ekan. Xo'sh, endi men to'g'riga qarab kovlab ketdim. Oppa, kechqurun tushyapti. Tezroq men tepaga chiqib olishim kerak. Bo'lmasa monsterlar kelib qolishi mumkin. Yana bilmadim. To'xtanglar, birinchi bo'lib pastroqqa tushay, chunki pastroqda birorta kon bo'lar yoki boshqa narsa bo'lar. Qani? Xo'sh, qani va qanaqa blok bu? Menimcha konga keldik do'stlar va qani sindiramiz. O, yaxshi. Yo-mayo, qanaqa joy bu? Olmos bor ekan. Menga endi temir kerak. Temir. Xo'sh, qani bu yerdan ko'raylikchi, temir bormi ekan? Yo'q, temir yo'q-ku. Nima qilaman men bu yerda temir yo'q ekan? Olmos bor joyga temir ham qo'ysa bo'lar-ku. Bu endi men nima qilaman? Bo'lmasam tepaga chiqib temir istayman. Xo'sh, chiqib oldim, lekin bu yerdan qanday qilib temir istasam bo'ladi? Menimcha ozgina uxlab olganim yaxshi, chunki monsterlar bor. Oppa, monsterlar deyapti. Bo'lmasam uyni tomiga chiqib ko'raman, chunki bu yerda monsterlar juda ham ko'p deyapti. Nima qilishni bilmayapman. Bo'lmasam uyni tomiga chiqib ko'raman. Tong ham otyapti ekan men chiqqunimcha. Bo'lmasam shu yerda ozgina uxlayman deganimda. Oppa. Xo'sh, bu yerga endi kravatni qo'yamiz va uxlaymiz. Yana monster deyapti. Oppa, qayerda monster bor? Men hamma yoqda. Va mana topdim. Ha, zombilar, sizlarmidinglar? Endi sizlarni bitta qaraman. Do'stlar, bularni o'ldirmayapti, negadir joni ketmayapti. Bo'lmasam yerga tushaman deganimda, oppa, skelet bor ekan. Hozir men u skeletni o'ldira olaman, bilmadim. Bitta ekan, yaxshi bitta bo'lsa o'ldira olaman. Xo'sh, qani pastga tushib kelamiz. Qani va qansa uydicha kirib ketibdimi? Skelet eshikni ochishni bilmaydi. Menimcha jetel ochgan va shu yerda ekan. Yo'q, buncha qattiq urinoladi. Yo'q, yana bitta skelet. O'lama. 2,5 ta jonim. Yo'q, 1,5 ta jon. Yo'q, hozir o'lama. Yo'q. Yaxshi. Ha? Do'stlar. 4 ta skelet edi, bir-birlariga qarshi chiqishdi. Do'stlar, 4 ga 1 chiqishdi. Hozir endi ular o'zlariga qarshi o'zlari chiqishyapti. Yaxshi, bu mening imkoniyatim yaxshi. Sekingina o'rab olaman. Xo'sh, do'stlar, o'zimga toshli aslaha yasab oldim va yana qanaqadir konga kelib qoldim. Menimcha bu ham qandaydir kon yoki endirodagi joy. Xo'sh, qani kirib ko'ramiz. Oppa, bunaqada men o'laman. Ha, bo'ldi. Bu yerda yolmozlar nima bo'lsa ham olib chiqish kerak, lekin qanday olib chiqaman o'zim ham bilmayman, chunki temir kirka kerak. Xo'sh, qani men do'stlar, balkim hayron qoldim. Biz bu yerdan shunchaki to'g'riga qazib ketsak-chi, balkim yana yangi kon chiqar, temir uchrab. Qayerdan bilasizlar? Qani, bo'lmasam boraman.
spawner. Bo'lmasam bu yerda qandaydir mobni spawneri bor. Bo'lmasam tanlab olib qanday zombi bo'ldi zombiniki. Skeletni ham zombiniki ham edi. Bo'lmasam mana. Hop, endi bu yerdagi skeletni urish kerak va hoppa qilich yetmayapti, qo'l yetmayapti. Qanday qilaman? Hoppa qo'lim. Ikkita jon. Bitta jon. Bitta jon. Yaxshi, hozir yana bitta o'q yeganimni aniq o'lar edim. Sandiqda oltinlar bor ekan. Yaxshi, oltinlar bizga juda ham kerak. Oltin olma ham kerak. Xo'sh, qani hamma narsani oldim. Endi bo'lsa skeletni o'ldiraman. Birinchi bor tanlab olishim kerak. Qani oltin olmani yesammikan yo yemayman, shunchaki oldiga boraman-da qilishni uraman. Birinchi bo'lib blok qo'yib oldiga borishim kerak. Hoppa. Shu bedrock skeletlar nimagadir shunaqa kuchli qilib ishlangan, bo'lmasa oltin olmani yeyishga majburman. Qani to'rda oldiga. Ana endi bo'lsa qani uramiz. Qani. Hoppa, urmayapti. Qani Qani urmayapti. Qani yaxshi, o'ldirdim, yaxshi. Hop, endi bo'lsa yana konni davom etamiz. Qiziq do'stlar, olmosni menimcha oltin kirkada olib bo'lsa kerak, yana bilmadim. Hech ham oltin kirkani ishlatmaganman umrimda. Qani yana sindiramiz va bermadimi? Yo'q, bermaydi ekan. Bitta olmos bekardan ketdi. Hoppa. Negadir bermaydi ekan. Chunki men o'zim ham birinchi marta bilyapman. Ya'ni o'ynayapman oltin kirkada. Chunki umuman oltin buyumlar umuman yasamayman va hoppa. Lekin samarasi, ya'ni effektivnost deyman. Ya'ni effektivnosti kuchli. Bo'lmasam yana to'g'riga davom etamiz do'stlar, nimalar chiqar ekan. Qiziq, teparoqqa chiqsam nima bo'lar ekan? Qani bo'lmasam tepaga chiqib ko'raman. Balkim kondir yo boshqa narsa bo'lar. Aniq kon chiqdi do'stlar, va nihoyat kon chiqdi. Endi bo'lsa konni ichidan o'maramiz. Qani bitta blok, ikkita blok va ikkita blok, uchinchi blokni qo'ya olmayman ekan hammayli. Yana bitta blok. Kon chiqdi do'stlar. Buning ichida albatta temir yoki boshqa narsa yo'q do'stlar, olmos, oltin, non bo'ldi shular ekan. Bo'ldi, menga shular yetadi. Muhimi menda endi 4 ta olmos bor do'stlar. 4 ta olmos menga juda ham kerak. Xo'sh, bu yerda esa nima bor ekan? Va hoppa. Qani ko'ramiz va bu yer adashmasam spawner, yana bilmadim, tekshirib ko'rmoqchiman. Spawner mana do'stlar, video tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Video menga masalan juda ham yoqdi, sizlargachi. Qani bo'lmasam xayr hammaga.